Hammaga salom. Abduqodir Husanov haqida bitta fakt. Qani boshladik. Ismi Abduqodir, familiyasi Husanov, millati o'zbek. 2004-yil 29-fevralda Toshkent shahrida tug'ilgan. Otasi ham futbolchi bo'lgan va u Metallurg va Bunyodkorda o'ynagan. Otasi ham himoyachi bo'lgan. Husanov yoshligida hujumchi bo'lgan. Aponida ham o'ynab ko'rgan va yana himoyachi bo'lgan. Rasman Manchester City futbolchisi bo'lishi kutilmoqda. Transfer summasi 50 million yevroga baholangan. Bu summa Ronaldodan ham qimmat. Transfer marketdagi bahosi esa 12 million yevroni tashkil etadi. Husanov Osiyo bo'yicha eng qimmat sotilgan o'yinchi hisoblanadi. Uning transferini Romano ham tasdiqlagan. Guardiolaning o'zi bu transferni xohlagan. Pozitsiyasi markaziy himoyachi, lekin himoyaning istalgan chizig'ida o'ynay oladi. Uning asosiy fishkasi podkat va korpus. Husanovga Manchester Citydan tashqari Newcastle qiziqish bildirgan. Shunday talantli o'yinchimiz Bunyodkordan joy topa olmagan. Futbolchilik faoliyatini Bunyodkor akademiyasida boshlagan. U yerda 16 yoshgacha o'ynagan va asosiy tarkibdan joy ola olmagan. Va bilan Energetik Bugu jamoasiga o'tgan. U yerda 1 yil maydonga tusha olmagan va faqat shug'ullanib yurgan. Energetik Bugu safida 35 o'yinda maydonga tushib 4 ta gol va 4 ta assist qilishga ulgurgan. Himoyachi bo'lishiga qaramay, gol urishga ham qiziqqan. 2023-yil 24-iyulda Lens klubi bilan shartnoma imzolagan. O'zbekiston tarixidagi Liga 1da o'ynagan ilk o'yinchiga aylangan. 2025-yil yanvar oyida Manchester City bilan 2029-yilgacha shartnoma imzolagan. O'zbekistonning turli yosh toifalarida o'ynab, 2023-yilda milliy terma jamoada ishtirok etmoqda. Husanov 29-fevral sanasida tug'ilgan bo'lib, bu sana faqat kabisi yilida uchraydi. Husanov rus va ingliz tillarida bemalol suhbat qila oladi. Lensga o'tganida ma'lum vaqt переводчик orqali gaplashgan. U yoshligidan braziliyalik himoyachi Dani Alvesni o'ziga o'rnak qilib olgan. Lekin Van Dijk va Ramosning o'yinlariga ham qiziqadi. Husanov asosan 3 tadan iborat himoya chizig'ida o'ynagan. Husanovning otasi hamma narsaga o'z kuching bilan erish, mendan foydalanma deb motivatsiya bergan. Tadqiqotlar markazining 2004-yilda tug'ilgan eng yaxshi o'yinchilar safiga Abduqodir ham qo'shiladi. Milliy terma jamoadagi birinchi debyutini Ummonga qarshi o'yinda amalga oshirgan. Lensdagi debyutini bo'lsa Wolfsburg klubiga qarshi bo'lgan o'yinda qilgan. Husanovning bo'yi 190 cm, og'irligi 85 kg. Intervyular berishni yoqtirmaydi. Futbol o'ynashdan ko'ra intervyu berish qiyin deb hisoblaydi. Otasi uni hujumchi bo'lishni xohlagan. Husanovning ukasi ham futbolchi. Ukasining asosiy maqsadi akasining chotidan o'tkazib gol urish. Yoshligida boks bilan shug'ullangan. Professional faoliyatidagi ilk golini Neman Grodno klubiga kiritgan. 2022-yil 19 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston yoshlar jamoasida debyut qilgan. 2023-yil mart oyida Osiyo kubogida chempionlikni qo'lga kiritgan. Husanov hayotini omma e'tiboridan uzoqroq qilishni xohlaydi. Kompyuter o'yinlariga qiziqadi. Futbol bo'yicha virtual musobaqalarda qatnashib turadi. Kitob o'qishga qiziqadi va o'zining kichik kutubxonasi ham bor. Instagram sahifasida 434 ming obunachisi bor va 55 ta post joylagan. Ijtimoiy tarmoqlarda unchalik faol emas. O'yindan keyin futbolchilar bilan futbol almashtirishni yoqtirmaydi. Lensdagi faoliyatida bir necha marta jarimaga tortilgan. Strobar shokoladini yoqtiradi. Doim o'zi bilan uzuq ko'rinishdagi datchik olib yuradi. Doimiy dietada yuradi. Doimiy xayriya qilib turadi. Uning asosiy maqsadi O'zbekiston milliy terma jamoasini jahon chempionatiga olib chiqish. U stol tennisi o'ynashni yaxshi ko'radi. 2024-yilda Xalqaro futbol tarixi federatsiyasi tomonidan yilning eng yaxshi yosh o'yinchisi nomzodiga kiritilgan. Abduqodirga Fransiya muxlislari tomonidan o'zbek tilida minnatdorchilik bildirilgan. U yoshligidan top 5 klublarda o'ynashni o'ziga maqsad qilib qo'ygan. Abbos Fayzullayev bilan yaqin do'st.